Jamol Nosirov, O'zbeklar shajarasi. Ajdodlarimizning buyuk tarixini bilishni istaysizmi? O'zbek xalqining kelib chiqishi, qadimiy ildizlari va ajdodlarimiz bosib o'tgan tarixiy yo'l ushbu kitobda ilmiy dalillar asosida yoritilgan. Asarda skiflar va qadimgi turkiy xalqlarning shakllanishi, bugungi O'zbekiston hududining eng qadimiy sivilizatsiyalar beshigi bo'lgani, Turon va Turkiston nomlarining tarixiy mazmuni hamda ajdodlarimizning nafaqat Markaziy Osiyo, balki Oltoy, Shimoliy Xitoy va Yevrosiyo dashtlaridagi o'rni haqida qiziqarli ma'lumotlar beriladi. O'tmishni anglagan inson kelajagini yanada mustahkam quradi. Agar siz xalqimizning asl ildizlari va boy tarixini chuqurroq bilishni istasangiz, ushbu kitob aynan siz uchun. Baxmal tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring va ushbu nodir asarni mutolaa qiling.